mana bu issiqda o'ta madaniyatli, o'ta ozoda inson ham terlaydi. Assalomu alaykum. Biz Amerikaning Los Angeles shtatida emas, O'zbekistondamiz. Biz Ibrohim akaning oshxonalariga, noodatiy oshxonalariga keldik. Bu yerda faqat qarindosh urug'lar ishlaydi. Ibrohim akam qayerda? Pochcha, sizni chaqirishyapti. Mana bu ishni ham hattoki begona qilmaganlar. Mehmon xush kelibsiz. Rahmat. Ishlarki bu yerda faqat qarindosh urug'lar ishlar ekan, to'g'rimi? Shunaqa. David Beckham aytganidek, impossible for the impossible. Ya'ni mehmon kelsa eshikdan, rizq kelar teshikdan. Ichkariga qaysi teshikdan kiramiz? Mana bu yoqdan keling. Meni yopdi. Qaysi farosatsiz buni og'ziga tuflagan? Xafa bo'lmaysiz endi jiyanda erkatoy. Onangni nima ko'rib bo'shatolmayman-da. Oldilar. Shu paytda narda o'ynam, nima bor? Anta klientni 2 soatdan beri oshib o'tirib solmaysizlarmi tezroq? To'xtab tur, men bu partiyani tugatib olaylik. Zo'r bo'lyapti o'yin. Jiyan, nima gap? Ha, yaxshimisiz? Tog'am bilan haqqim bo'ladi. Assalomu alaykum tog'a. Va alaykum assalom. Jiyanlar. Amakijon, maysa salfetkani sotib oling. Iltimos, adamning operatsiyalariga pul kerak edi, iltimos. Bu bizning kichkina o'g'ilchaga hozir kanikulda bekor yurmasin deb bir kishi qilsin. Qani amakisi olib qo'yingchi. Nechi pul ekan? Atigi 150 ming so'm. Amerikada bunaqa narx yo'q-ku. Hamma ishchilaringiz qarindosh urug'laringiz. Demak, kassaga ham eng yaqin aka-ukalaringiz qo'ygansiz. Bu iminni kassaga g'irtmagan odam qo'ygan. O'zim qarindoshlarim kiydirib ketyapti. Bu katta xolamning hovlisida gigant restoran boshqarish uchun tunu kun qarab turadigan menejer kerak. Bu sizda bormi? Bor, bu meni otam. Qanday tanishaylik? Mana, rahmatli tunu kun qarab turadilar. Ajoyib ahmorgarchilik. Lotin yeb tarakanlar bilan yashagan. Xo'jayin, menga qo'l qo'yib berib yuboring. Hamma narsani tayyor qilib qo'ydim, hisobotlarni topshirdim, bankdan shot ochtirdim, ofitsiantlarga qaradim, oshlarni ham suzdirib qo'ydim. Men o'qishga ketdim endi. Mana dez bor. Bu ishchiz oshxonaga jon kuydirib ishlashidan o'liz bo'lsa kerak-a? Ha, yo'q, bu g'irtmagan, ha. Ana o'g'lim. Mana ishchimni biznesim bankrot bo'lib ketmaydi. Juda ham o'qimishli bola. UBS universiteti o'qiydi hozirgi kunda. UBS universiteti biznes va fan universiteti. 5 ta zamonaviy o'quv kampusi bor. Barcha talablarga javob beradigan IT xonalari. Talabalar o'zaro suhbatlashish uchun coworking zonalari. Eng zo'r tarafi chet elda malaka oshirish va o'qish imkoniyatlari ham bor. AQSh, Germaniya, Koreya, Turkiya, Malayziya va boshqa. Viloyatdan kelgan talabalarga shinam yotoqxonalari ham bor. O'qituvchilari ham professor hammasi. Qabul 1-iyundan boshlandi. Hujjatlarni onlayn va offlayn topshirsa ham bo'ladi, kontraktlari ham hamyon bor. Lekin bu bolani ham biznesimni ham umri ozgina qoldi. Nega kasalmi? Yo'q, jiyanimga uylanyapti, bizga kuyov bo'lyapti. Unday bo'lsa, yerdan chiqqan yashil narsa o't bo'pti. Bu bola sizga kuyov bo'lsa, biznesingiz bo'pti.